Hurmatli obunachilar, sizlarga hozir Umra ziyorati bo'yicha batafsil to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Umra ziyoratiga ishonchli firmadan bormoqchi bo'lganlarga Centrum Holidays firmasini tavsiya qilamiz. Albatta, bularni Centrum Holidays ellik boshchisi Zafar hoji akamizdan hozir qisqacha intervyularni qilib, sharoitlarni bir qator bilib beramiz. Hoji tog'a, endi aytib o'tsangiz, qayerlardan reyslar bor va necha kunlik bo'ladi? Biz reyslarimiz xudo xolasa Andijondan, Namangandan, Farg'onadan Vodiy. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentdan ham bor. Vohada Toshkent nima bilan, Samarqand bilan nimada bor? Termizda. Termiz, Samarqand, Toshkent. Toshkent. Hurmatli vatandoshlar, O'zbekistonda Vohadan, Vodiydan 6 ta viloyatdan reyslari bor ekan hoji tog'amizni. Agar niyat qilganlar bo'lsa, ishonchli litsenziyalangan qonuniy firmadan Qadr kechasiga Umra ziyoratiga borishlaydi. Pastda raqamlarni yozib qo'yamiz. Hoji tog'amiz raqamlarini aloqaga chiqib, hoji tog'amiz o'zini reysiga bron qilsanglar, xudo xolasa, Qadr kechasiga bemalol ulgursanglar bo'ladi. Sharoitlar qanaqa bo'ladi? Saharlik, iftorlik, gostinitsalar? Hozirgi endi vaqtda sharoitlarimiz ko'proq ibodat bilan bo'lamiz. Sayohatlarimizni taqiqlangan, o'zingiz bilasiz yaxshi. Arabistonda, Makka mukarramada sayohatlarimiz yo'q. Lekin 10-kuni ketadigan, o'zim bilan ketadiganlar bor-ku. O'shalar hayitdan kelgan 3 kun vaqtimiz bo'ladi. 3-4 kun xudo xolasa inshaalloh. O'sha vaqtda xudo xolasa sayohatni qildiramiz. Makka mukarramadagi Arofat vodiysi, o'sha Jamorat, Makka ziyoratlari. Makka ziyoratlari Qizil dengizlargacha o'zim olib boraman deb niyat qilyapman. Hurmatli obunachilar, hoji tog'amiz aytish bo'yicha mana Ramazon chiqadigan bo'lsa, tirbandlik yo'qoladi, ko'pchilik o'zini uyiga qaytadi, o'zini davlatlariga, o'shani hisobiga shirkatlar ochiladi. Avtobus shirkatlari Ramazon vaqtida yopilib qoladi. Nima sababdan desanglar, o'ta katta tirbandlik bo'ladi. O'ta dunyodan musulmonlar shu Ramazonda Makka mukarramada o'tkazay, Madina Munavvarada o'tkazay deb yetib keladi. O'shani hisobiga avtobus shirkatlari yopiladi. Endi Ramazon chiqqanidan keyin hoji tog'amiz va'da qilyapti, mana Arofat tog'iga, Mino, Muzdalifa, Jamoratga ziyoratga bir qator olib boramiz deyapti. Xo'p, 11-12larga ketaman deyapsiz, ha? Xudo xolasa 10-11larga. 10-11larga Madina Munavvaraga, bir juma Makka mukarramaga to'g'rilayman degan niyat turibman, xudo xolasa. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Hurmatli obunachilar, aytib o'tyapti, bir juma Madinada, bir juma Makkada Umra ziyoratini bemalol juma namozini o'qishlikka imkoniyatinglar bor. Niyat qilganlar bo'lsa, aytib o'tgandek, pastdagi raqamga telefon qilib, o'zingizlar joylarda bittagina Zagram pasport bilan bron qilsanglar bo'ladi. Siz reysiz Toshkentdan bo'ladi-mi? Albatta. O'zim Toshkent bilan. O'zingiz Toshkentdan ketasiz. Lekin mana vohalardan, vodiylardan ham ketiladi, reyslarimiz bor. Bemalol. Borganiga o'sha bari bitta mehmonaga boramiz-da. Bitta mehmonaga. Meni yonimga borishadi hammasi. Hurmatli obunachilar, nazorat qilaman, xudo xolasa. Qadr kechasi hayit namoziga ulgurmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, hoji tog'amizni tavsiya qilamiz. Centrum Holidaysda 14 kunlik saharlik iftorliklari bor, gostinitsalari bor. Qadr kechasi hayit namozini o'tkazib kelishlikka imkoniyatlari bor. Bemalol hoji tog'amiz o'ziga telefon qilib, joy bilan qilsalar bo'ladi. Yana qanaqadir ma'lumot bormi? Umrachilar o'zi bilan nima olish kerak? Albatta, ma'lumotlarimiz ko'p. Eng asosiy ma'lumotlarimizdan biri, yoshi katta qari onaxonlarimiz bor, ota-onalarimiz bo'lsa, o'zini farzandlariga alohida jo'natib yubormasin. Sababi Ramazonda odam ko'p, mana o'z ko'rasiz. Mana hozir mana ko'ryapmiz, shu kunlarda qadamlab emas, qarichilab qadam bosib tavof qilyapti. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Odam ko'p hozir. Odam nihoyatda ko'p. Endi hozirgi holati bu. Hali Qadr kechasiga ketadigan odamlarimiz qancha odam turibdi. O'shaning uchun qarich oqsoqollarimiz bo'lsa, onaxonlarimiz bo'lsa, ularda albatta bitta baquvvat o'g'li bo'lsa, ertalab olib borsa, bo'lmasa hayitdan keyin ham ozgina nimalarimiz bor-ku. Vaqtimiz bor, 20-aprelgacha bo'ladi atbrafga. O'shanda jo'natsa yaxshi bo'ladi. Sababi odam ko'p, qariyalar qiynalib qolmasin deyman. Oxirgi 10 kunlikka aytib o'tyapti hoji tog'amiz, iloji bo'lsa yoshroqlar boringlar, toqat-quvvatinglar yetadigani boringlar, chunki odam ko'p bo'lgani hisobiga juda katta qiyinchilik bo'ladi deyapti. O'shani hisobiga hurmatli obunachilar tavsiya qilib o'tamiz. Ramazondan keyingi reyslarimiz qachonga bo'ladi endi? O'zimizni manfaatimizni ko'zlamayapmiz, uka. O'zimiz manfaatimizni ko'zlasak, misol keling Toshkent pasport jo'natamiz deyverardik, to'g'rimi? Men insonlarni o'ylayapman, Ramazon oyida, masalan, shu qari oqsoqollarda, onaxonlarda jo'natib, ularni u yerda qiynalmasligini o'ylab gapiryapman. Albatta. Shunaqa sharoitda. Xo'p. Endi olib boradigan narsalarni ham mana bir yo'l aytib ketaylik. Kunini aytib o'ting, keyingi reyslar qachonga? Yosh kattalar uchun qaysi kuni yo'q. Siz aytyapsiz, Ramazondan keyin deyapsiz. Ramazondan keyingi reys kunini aytib o'tsangiz. 27-28 da to'xtaydi martda. Nimaga desa, 30-gacha bo'lgan taqdirda ham 14 kun ichida chiqish bo'ladi. Demak, 23, 24, 25larga reys bor ekan Toshkentda. Albatta. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilib o'tamiz. Yosh kattalar bo'lsa, 23-24larga niyat qilaverasizlar. Xo'p, qancha aytyapsiz endi summasini? Summasini aytib o'tsangiz. Summasini hayitdan keyin $1000 dan jo'natamiz. Hayitdan keyin. 1000 dan qilib beraman.
hozirgi sharoitda endi mehmonxonalar qimmatlagan hisobiga, biletlar qimmatlagan hisobiga qimmatroq bo'lyapti. Qancha aytyapsiz hozirga? Mana O'zingiz 1100 ketadigan olib reysingizga. ketyapmiz hozir. O'zingiz ketadigan reysingiz. O'zim ketayotganim 1350. 1350? Ha. 1350 dan U qadr вообще kechasi, narxi hayron. вообще arzon ekan, qaranglar hurmatli obunachilar. 1350 dollardan Toshkentdan premyoy qadr kechasi hayit namozini o'tkazib keladigan reys ekan. Agar yoshroq bo'lsanglar, tavsiya qilaman hammaga. Bir juma Madinada, bir juma Makka mukarramada. Olib ketadigan narsalarni ham aytib o'tsangiz. Olib ketadigan narsalarni endi u yo'llarda yozib kelman, o'zingiz ko'rdingiz. Kecha kelayotganimda уже 30 dan 35 ga ham chiqib bo'ldi. Hozir qirg'oqlarga borib qoldi. Makka mukarramada, Madina munavvara salqinroq. O'zlari bilan olib ketadigan narsalari endi birinchi o'rinda dori-darmonlarni olsin, bosh og'riq, qorin og'riq, oshqozon, shunaqa nimalar kerak, tabletkalarni olinglar. Undan tashqari 2 qator yengil mana yaxtacha bilan shalvarlardan erkaklarimizga, ayollarimizga farqi yo'q, liboslarimizni shu bejirim bo'lsa bo'ldi. Xundas odam o'ziga tortmaydigan guli bormi, yo'qmi, qorami, qizilmi rangi farqi yo'q. Pokiza liboslar bo'lsa bo'ladi. Shunday 2 qatordan olishib olsa yetadi. Chunki mehmonxonamiz o'zini mana shu nimalari bor, kirish mashinalari bor, boshqasi bor. O'sha yerda bemalol chaqab yanada kiyib yursa bo'laveradi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Agar ishonchli litsenziyalangan firma qidirsanglar, albatta pastdagi raqamga telefon qilib to'liq ma'lumotni xohish qilamiz, hosillar bo'ladi. Yana esdan chiqibdi, o'sha narsani asosini aytib qo'yaylik. Mana hozir Ramazon oyi-yu. Ramazon oyida aziz birodarlar, xo'p, mana kech paytga reys bo'lib qoladi, masalan, soat 3 da uchadigan bo'lib qoladi. Xo'p, samolyot ovqat bo'lib qoladi. Yoki masalan, ovqat bo'lmaydigan paytlar ham to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa paytlarga qo'shimcha 1 kg go'shtdan qo'g'irda qilib olsa, Judada masalan nimaga ketadi? O'shaqa payt iftor payti bo'lib qolishi mumkin. Yo saharlik bo'lib qolishi mumkin yo'llarda. Bo'lib qolganda iste'mol qilib turib, og'izni yopib oladi, ochib oladigan holatda bo'lib qoladi. Reysga qarab bo'ladi endi u. To'g'ri. O'shani hisobiga ham uydan jinib nonponlardan, 1 kg go'shtdan qo'g'irdoq, pista mayiz bodomlardan, yong'oqlardan, o'rikoqlardan qilib o'ziga quvvat oladigan, saharlik iftorlik qiladigan yetib olgungacha. Masalan, manzilga yetib olguncha, Madina munavvaraga yetib olguncha yoki bo'lmasa Madina munavvarada Makka mukarramaga ketayotganimizda uyga ham yetib olguncha yo saharligi yoki bo'lmasa iftorlik to'g'ri kelib qolishi mumkinmi? O'shaqa paytda o'sha ruchnoy sumkaga solib olsa, tamaddi qilishib iftorlik yoki saharlik qilishib oladi. Mehmonga yetib borgungacha. Xayrli bo'lsin. Hurmatli obunachilar, Roshid og'amiz mana sizlarni o'ylayapti. Hozir qaranglar, Ramazon vaqtida ko'p narsa qimmatlaydi. O'shani hisobiga ko'cha-ko'ydan ovqat olib yurishmasin, qiynalib yurishmasin deyapti-da. Hamma narsani uydan olib olinglar, u yerda birovga muhtoj bo'lmanglar, pulinglarni sarf xarajat qilib, erta kundan tugatib qo'ymanglar degan ma'noda hamma narsani olib olinglar shu yerdan deyapti. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilib o'tamiz Roshid og'amizning firmasini, albatta nomerlarni yozib qo'yamiz. Boshqa gapingiz qolmadimi? Yana kerak bo'lsa, telefon qilsa batafsilroq ma'lumotlar berasiz. Batafsilroq ma'lumotlar, nima kim tushunmaydigan narsalar bo'lsa, so'rashsa, xudo xolasa javob bera olaman. Sababi hali ko'p narsalar aytilgan yo'q-da. Bu yerda masalan amallarni ham qo'lga kirish bilmaydiganlari bor, boshqasi bor. O'shalar narsalarni telefon qilsa, bemalol murojaat qilsa, xudo xolasa inshaalloh javob beramiz. Endi mana bu telefonlarni vaqtida ko'tara olmasligimiz mumkin. O'shani ham aytib qo'yaylik. Taravih namozi 8:20 da o'qilyapti bizda. Har kuni 8:20 da o'qilyapti. Bir poradan o'qilyapti inshaalloh. O'shaning uchun 9:30-10 gacha telefonlar ko'tarmasak, haligi nima deydi? Xafa bo'lishmasin demoqchiman. To'g'ri tushunasizlar. Tushuntirib, to'g'ri tushuninglar. Chunki taravih namozi masjidga chiqilyapti-yu. O'shaning uchun telefonlarimiz yo o'chib qoladi, yo'qsa chaqirayotgan bo'lsa ham, o'sha to'planib turadi, keyin javob beraman. Shu 10:30, 11larda uyga keladigan bo'lsam, keyin olib javob bera olaman. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Qudratullo o'z bo'ldi, Zafarbek Roshid og'amiz bo'ldi. Xudo xolasa Centrum Holidays 50 boshchisi bo'ladi. Keyingi reyslar albatta ma'lumotlarni berib o'tdik. Xudo xolasa ko'rishguncha xayr hammaga.